Hozir biz Qashqadaryoni o'sha qadimgi Tarag'ay qishlog'ida biz mana do'stimizni uyida o'zi qarang, gostinitsasi bor ekan mana qarang. Kelyapmiz mana Hoji aka bilan uchrashamiz. Hoji aka o'zingizni tanishtiring. Yaxshi, mana yurtimizni mana bu gostinitsasi ko'p mehmonlar keladi bu yerga. Turistik shahar bu yer. Endi mana inshaalloh mana tog'larda ham mehmon uylari qurilyapti, mana shunaqa mehmon uylar. Inshaalloh mana shu niyatlarim ijobat bo'lsa, mana endi turistlar kelyapti. Chet ellardan kelyapti. Hattoki. Bu qishloq tarixdan ham biroz bu tarixdan endi bu tarix Amir Temurni otasiga bog'lanadi. Muhammad Tarag'ayni asli mana shu yerda tavallud topgan joyi. Ani bu yerda farmon toshlari bor, Amir Temur g'orlari bor, Dunyo tepa degan joylari bor. Mana ko'rsataman sizlarga. Shu tomon bugun Ha, yaxshi, manzarali joylar. Kelsa bo'ladi. Ha, yaxshi. Rahmat sizlarga. Tashrif buyurganlar uchun. Mana endi shu biz endi Abdushukur bilan billa o'sha qishloq xo'jaligi institutiga ketganmiz, veterinariya fakultetiga. Rahmat. Salkam bir asr o'qib qolyapti, bir asr o'qib qolyapti. Ha, endi bu Biz ziyorat qilib kelyapmiz endi. hammamizdan bu dunyoda mehmonmiz. Bir-birimizni hech qachon ko'nib Bugun ha. Bu tele nimaga joylab qo'yaylik buni. Ha, intervyu beryapti. Bularga ko'p maqtab Intervyu ketdi mana. Endi biz haligi nima deydi? Kichkina bo'lsa ham chiroyli mehmonxona qilib qo'yibdi, ko'raylikchi bir aylanib. Ha. 10 tomonda mana mehmonlar uchun mana bemalol turgan joylar. Mana ikkita xonalar bor bitta. Mana xonalar. Mana xonalar. Mana bitta namozxona. Mana Surxondaryoga kelib mana namoz o'qiyaptilar. Qazo namoz o'qib qo'yaptilar biz. Qarang endi bu joylarni. Bu tabiatda manzarani keltirgan ekan, yoshga manzara. Arxitektura ansambli qarang bu. Buni keltirganda bularda talant bor, talant. Mana endi mehmoni aziz shu yerda. Mana o'sha respublikamizning turli jabhalardan kelgan mana blogerimiz ish boshladi. Abdushukur Berdiyevni kursdoshlari bitta gruppada o'qigan deyarli hammasi mana. Dasturxonda kechadan beri o'tiribmiz. Yana 2-3 kun o'tirganmiz. Hoji nazar gapirsin. gapirib. Avazbek bundoq gapirib. Mana Bularda alohida gapirtiramiz. Hozir bir qator bir shunday bir ovolaylik. yo'q, mana O'zingiz ham Kesildi.